Mudofaa vazirligiga qarashli Forish xalqaro tog'-dala o'quv maydonida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari maxsus bo'linmalarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar o'rtasida yashil beret kiyib yurish huquqini beruvchi 3 bosqichli intensiv sinovlar tashkil etildi. Sinovning birinchi bosqichida yashil beretga nomzod harbiy xizmatchilar o'zlarining nazariy bilimlariga tayangan holda jangovar tayyorgarlik tizimiga kiritilgan otish tayyorgarligi, maxsus taktik tayyorgarlik kabi fanlardan test sinovlarini topshirdi. Biz hozirda otish tayyorgarligi, harbiy topografiya, chegara xizmat taktikasidan, nazariy bilimlaridan test sinovlar topshiryapmiz. O'zimizning ish faoliyatimizda har doim o'zimiz ustimizda shug'ullanib ishlaganimiz tufayli test sinovlari bizga qiyinchilik tug'dirmayapti. Sinovning ikkinchi bosqichi 5 kilometr masofaga kross yugurish bilan boshlanib, ushbu bosqichda nomzodlardan nafaqat chidam, balki merganlik mahorati ham talab etildi. Unda harbiy xizmatchilar belgilangan vaqt ichida ko'krak qiyofali nishonlarga pistolet, avtomat, pulemyot kabi guruh qurollaridan o't ochishi hakamlar tomonidan baholanib borildi. Bosqich so'ngida nomzodlar arqonlar yordamida ko'p qavatli binodan pastga tushish kompleks mashg'ulotlar jamlanmasini bajarishdi. Sinovning so'nggi bosqichiga yetib kelgan harbiy xizmatchilar 3-bosqichni 15 kilometr masofaga marsh yugurish bilan boshlashdi. Marsh davomida sinov nizomiga muvofiq hakamlar tomonidan ularga jismoniy yuklamalar berib borildi. Nomzodlar marsh yugurish davomida yagona to'siqlar yo'lagida bajariladigan umumiy nazorat mashqlari, majmuaviy maxsus mashqlar to'plami, kimyoviy zararlangan hududdan belgilangan tartibda harakatlanish hamda ruhiy qo'rquv xonasidan o'tish kabi sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng dam olmay 10 daqiqa mobaynida 3 nafar universal jang sporti ustalari bilan olishuvga kirishdi. Sinovning asl mohiyati ham shunda, chunki bu shartda harbiy xizmatchilarning jismoniy salohiyati, jangovar mahorati va matonati sinovdan o'tkaziladi. Shundan so'ng 3 kun davomida qilingan mehnat, bajarilgan amallar sarhisob qilinib, sinov shartlaridan muvaffaqiyatli o'tgan harbiy xizmatchilarga yashil beretlar topshirildi. Albatta, ona vatanimiz sarhadlarini shu kabi jasur va mard o'g'lonlar qo'riqlar ekan, yurtimiz tinch, chegaralarimiz daxlsiz bo'lishi shubhasizdir.